Bir kuni men YouTube ko'rib o'tirganimda Haykalning videosi meni rekomendatsiyamdan chiqib qoldi. Siz Minecraft o'ynayapsiz. Va to'satdan zerikib qoldingiz. Bu videoda Java uchun top 10 ta modlarni ko'rsatib o'tgan va bu videoni ko'rib meni miyamga birinchi kelgan narsa Bedrockchilarning ish qisganmi? Xullas, bu videoda Bedrock uchun, ya'ni sizning qo'lingizdagi telefoningiz uchun top 10 ta modlarni obzor qilaman. Agarda siz kuchsiz telefon uchun shader qidirayotgan bo'lsangiz, bu mod aynan siz uchun, aniqroq shader. Bu shader har qanday kuchsiz telefonlarga ham tushaveradi va o'ta realchistni bo'lmasa ham bu yerda soyalarni ko'rib turibsizlar. Xullas, chidasa bo'ladi. Bu Xullas, boya aytib o'tganimdek, bu shader bilan video olsangiz juda ham meringiz chiroyli va odamlarga, ya'ni obunachilarga yoqadigan bo'ladi. Xullas, shader juda ham go'zal. Hattoki suvlari ham o'rtacha, mana suvlari ham normalliki, oddiy suvdan yaxshi turibdi. Xo'sh, bizning keyingi modimiz juda ham ko'pchilik qidirgan va ko'p seriallarda asqotadigan modlardan biri telefon va pul modi. Qishloqdagi videolar uchun ayni muddao bo'lgan modlardan biri. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bu mod obzori juda ham kam bo'lib qoldi. Mayli. O'sha qishloq mavzusidan chetlashmagan holda bizning keyingi modimiz mashina modi. Xuddi menga o'xshab shu tuxumlar orasidan olasizlar va bu yerda faqatgina mashina emas, mototsikl modi ham bor. Oppa, mana bizning birinchi mashinamiz Bugatti mashinasi ekan, juda ham ajoyib ko'rinishi. Edit qilsam bo'lar ekan, ana Instagramdagi mobilograflarga o'xshab. Okay, mashinaga o'tirib bir haydab ko'raylikchi. Hop. Wow. A few moments later. Yo, bola, ayb menda emas, prosto o'zi suvga ketib qoldi. Tez yurar ekan, lekin suvda ham yuryapti, negadir suvda ham ishlar ekan. Shunda yonginamda qushlar bor ekan, ko'rib qoldim. Oppa, ana bittasini bu yoqqa, ikkinchisini bu yoqqa. Okay, wow, turishini qaranglar, buni qora pantera. Xo'p, mana bu mototsikllarni ham qo'yamiz. Aytgancha mototsiklni ham hozir haydab ko'ramiz. Va bu oq rangda ekan. Xo'p, bunisini ko'ramiz. Okay, bunisi qora rangda ekan. Menga qora rangdagisi yoqdi. O'shaning uchun shu qora rangdagisini haydab ko'ramiz. Qani? Okay, drive. Wow. Mana bu yerda 3 qator joni bor ekan. Chiroyli turishi chiroyli. Wow, ana birinchi litsimda nima o'shanda vaqti ajoyib ko'rinar ekan. Zo'r ko'rinar ekan. Hop, haydab ko'ramiz. Ani bu ham tez yurib ketadimi ekan? Wow, bu ham tez yurib ketar ekan, xuddi mashinaga o'xshab. Bundan oldingi hop tiqilib qoldim va bu ham suvga tushib ketdi. Mana bu qishloqqa mototsiklga o'tirib oldi va drift qildi. O'zingizlar ko'rgan bo'lsanglar, xullas mana bu yerda open deyapti. Bu yerda anavi ham bor ekan. Bug deymizmi? Haydab ketdi. Agarda mana shu modni o'rnatsangiz, o'yinga kirayotgan vaqtda mana shunaqa ko'rinishda turadi va o'yinga ham kirib oldik. Ko'rganinglardek, mer juda ham ajoyib ko'rinyapti. Xuddi animatsion multfilmlarga o'xshab ko'rinyapti. Bu mod juda ham qiziqarli va bu mod bilan o'ynasangiz siz aniq zerikmaysiz. Va men bu yerda gullarni ham rangi o'zgarar. Rangi deb shakli o'zgarar ekan. Men bu yerda daraxtni ham rangi va shakli o'zgaradi va juda ham ajoyib ko'rinishda bo'lyapti. Navbatdagi modimiz ko'pchilik qidirgan va qishloqdagi videolar uchun ayni muddao bo'lgan Tsunami modi. Bu modning ishlash tartibi juda ham oson. Mana bu yerga shunchaki bir chelak qorni qo'yasiz. Misol uchun qorni hozir misol tariqasida qo'yapman va bu mana shu butun olamni qoplab ketadi va hamma yerga
butun olamni qor qoplab ketadi va buni to'xtatish juda ham oson. Shunchaki mana bu stop chelakni olasiz va bu yerga shuni bosasiz va bu to'xtadi. Yana bir marta qor bilan bossangiz yana davom etaveradi. Mana deyarli butun daraxtni qoplab ketdi va endi bu butun olamga tarqalishda davom etaveradi. Qachonki siz to'xtatmaguningizcha. Bizning keyingi modimiz Zombie Apocalypse modi. Bu yerda nafaqat zombilar va turli xil qurollar modini ham topishingiz mumkin. Sizlar ham xuddi mendek modlarni qayerdan yuklab olishni o'ylab o'tiribsizlarmi? Albatta, bu modlarning barchasini meni Telegram kanalimdan yuklab olishingiz mumkin. Bu videoni ko'rayotganingizda men allaqachon Telegram kanalimga bu modlarning barchasini tashlab qo'yganman. Stop. Lekin bizda kichkina muammo bor. Bu YouTube kanalim yangi bo'lganligi uchun opisiya va kommentariyada hech qanaqangi silka qoldirib bo'lmaydi, ya'ni Telegram kanalimning silkasini qoldirib bo'lmaydi. Lekin sizlarga hozir Telegram kanalimni qanaqa qilib topishni o'rgataman. Shunchaki Telegramning qidiruv bo'limiga kuchukcha Frozen Channel va oxirida ikkitala o'shanga ahamiyat beringlar. Va mana shu birinchida turgan kanalga o'tib obuna bo'lasizlar va bu yerga kelganingizda men allaqachon modlarni tashlab qo'ygan bo'laman. Menimcha tushunarli bo'ldi. Unda nimani kutyapsizlar? O'zi bugungi ko'pchilik modlarimiz seriallar uchun ekan. Bu modimiz ham serial uchun, ya'ni NPC modi. Xuddi mana shu yerda moblarni paydo qiladigan mana tuxumlarning yonida olasizlar NPClarni. Mana NPC'imiz bu o'g'il bola, mana bu sarig'ida qiz bola bo'ladi. Buni qo'liga dekoratsiya berishinglar ham mumkin. Mana bu to'pponchani qo'liga topshirib qo'ysanglar, keyin yana bitta qulay tarafi bor. O'tirib mana bu pull post degan tugmani bossanglar, bu yotadi, o'tiradi, shunaqa harakatlar qiladi. Va mana bunisi qiz bola NPC. Buni ham qo'liga turli xil dekoratsiyalar berishingiz mumkin. Wow, mana bu manzarani qaranglar. Keyingi modimiz obzori har doimgidan ham juda ham qisqa. Ya'ni har bitta bedrockchida mana bunaqa tugmalar ko'rinib turadi, lekin youtuberlar uchun bu tugmalar ko'rinishi juda ham g'alati bo'lishi mumkin. Aynan bu modimiz mana shu tugmalarni yo'q qilib beradi, xuddi ko'rib turganinglardek. Tasavvur qiling, siz shaxtaga keldingiz va sizda bor yo'g'i 4 tagina fakel bor va bularni siz qo'ydingiz va sizda bir dona fakel qoldi. Aynan shu vaziyat uchun menda ajoyib bitta mod bor. Menimcha buni ko'pchilik bilsa kerak. Xo'sh, verstakni qo'yasiz va uni ochib, uning ichiga fakelni shunday o'rtasiga o'rnatasiz va bu yerdagi fakelni olib, shunday chap qo'lingizga qo'yasiz va bo'ldi, sizning chap qo'lingizda fakel turadi. Endi bemalol almas qozishingiz mumkin. Keyingi modimiz aniqrog'i kartamiz Red Dead'ning videolarida ko'pchilik ko'rgan o'sha Sochi Community shahri, ya'ni Femkent shahri. Adolatsizlik va jinoyat to'lib toshgan bu shaharda siz turli xil seriallar olishingiz mumkin. Bir marta adashib ketdim. 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta o'ynab sinab ko'rishingizni tavsiya berardim.
qayta like bosing, obuna bosing deb sizni boshingizga qotirmayman. Shunchaki video sizga yoqqan bo'lsa yoki foydali bo'lgan bo'lsa, nima qilishni o'zingiz bilasiz va modlar doimgidek Telegram kanalimda. Agar ushbu video 50 ta like yig'adigan bo'lsa, yana bir ajoyib video chiqarishga va'da beraman.